Belgiya Yeşillar Partiyasının parlament a'zolaridan Samuel Kokolati va Voter de Vren qatorliqlar Xitoy hokimiyatining Uyg'ur rayonida yurgizayotgan zulmlarni hal qilish chorasi degan temada 35 betlik doklad tayyorlab, Belgiya hukumatini Xitoy hokimiyatining Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishga, Yevropa ittifoqi bilan Xitoy orasidagi savdo kelishimiga qarshi chiqishga chaqirgan. Chaqiriqda yana Uyg'urlarning majburiy emgakka selinish masalasi o'tirg'a qo'yilgan bo'lib, Belgiya hukumatining bu masalaga jiddiy qarab, Uyg'ur majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni cheklaganligini talab qilgan. Belgiya parlament a'zolari bu chaqiriqni Dunyo Uyg'ur qurultayining vakillari bilan birlashib yozgan bo'lib, Uyg'urlarning navbatda milliy va diniy kimligi tufaylidan misli ko'rilib boqmagan zulmga uchrayotganligini, Xitoy hokimiyati tomonidan bir butun millat sifatida yo'qotish nishoni bo'layotganligi dalil isbotlar bilan o'tirg'a qo'yilgan. Amerika tunji bo'lib Uyg'urlarning irqiy qirg'inchilikka uchraganligini qabul qilgan edi. Bir qism Türk akademiklari Xitoy elchixonasi oldida oila navbati qilayotgan Uyg'urlarni qo'llash maqsadida 11 fevral Xitoyning Anqarada turishliq bosh elchixonasi oldida axborot e'lon qildi. Elchixona oldidagi axborot bayonotiga Hoji Bayram Vali universitetining o'qituvchilaridan İlyas Doğan, Abdurashid Jalil Qarluq, Tavfiq Ardam va Qirqqala universiteti o'qituvchisi Chag'atay Sarib qatnashdi. İlyas Doğan bu yerdagi so'zida Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga sukut qilganlarni tanqidlab, ularning sukut qilishi kelgusida biz tarixda javob bera olmaydigan sharaf masalasini keltirib chiqardi dedi. Matbuotlarning urug' tuqqanlari Xitoy jazo lagerlariga elib ketilgan Uyg'urlarning guvohlik videolariga tuzuk o'rin bermaganligini tilga olgan İlyas Doğan apandi, Anqarada faoliyat qilayotgan 9 Uyg'urning to'sqinligiga uchraganligi harakat qilishga ruxsat qilingan. U namoyishchilar to'sib olgan kishilar haqida bosh taftish mahkamasiga arz qiladiganligini bayon qildi. Xitoy virusining manbasini tekshirayotgan Dunyo sog'liqni tashkiloti vakillari umiki mutaxassislari Xitoyning yuqumni qandoq va qachon tarqalishga boshlaganligini aniqlashga yordam bera oladigan dastlabki kasalliklar to'g'risida xom uchur bilan ta'minlanmaganligini o'tirg'a qo'ydi. Volkutsi gesining xabariga qaraganda, Dunyo sog'liqni tashkiloti vakillar umikining Avstraliyalik va Doniyalik a'zolarining bildirishicha, Xitoy doiralari 2019-yil 12 oyda yuqumning dastlabki bosqichida bayqalgan 174 Wuhan virusi voqeasi to'g'risidagi sonliq ma'lumotni ham baharlash talabini rad qilgan. Dunyo sog'liqni tashkiloti vakillari umiki Xitoy doiralarining ularga o'zlarining xulosasi va sonliq ma'lumot analizini berganligini, ammo yuqumning beshidagi tunji voqealarga oid xom materiallarni ham baharlashni rad qilganligini aytdi. Amerika Xitoyning Angliya BBC shirkatining Dunyo xabarlari programmasini anglatishni cheklaganligini ayblab, Xitoy o'z fuqarolarining internet aloqasi va taratqular bilan to'liq uchrashishiga yo'l qo'yishi kerak degan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi bayonotchisi Ned Price 11 fevral bu haqda so'z qilib, Xitoyning bu qarorini qattiq ayblagan hamda Xitoy dunyo bo'yicha xabarlar eng qattiq kontrol qilinadigan, uchurlar eng ko'p qamal qilinadigan, axborot erkinligi bo'lmagan bir davlat. Kishini andishiga soladigan shuki, Xitoy o'z davlatida axborot erkinligini cheklagan bilan chet eldagi axborot erkinligidan foydalanib o'zining soxta tashviqotlarini keng ilib boradi degan. Yana bir tarafdan Hong Kong radio televiziyasi mo BBCning dunyo xabarlarini vaqtliq to'xtatganligini e'lon qildi. Amerika Davlat bexatarlik ministrligi panohliq iltimosi uchun Meksikada saqlayotgan 25 ming panohliq tìlىgۈچىنىڭ bu davlatga qabul qilinganligini e'lon qildi. Amerika prezidenti Joe Biden onundan ilgari Donald Trumpning 2019-yili yo'lga qo'ygan O'rta Amerika davlatlaridan Amerikaga panohliq tìlىgۈچىلەر uchun Meksikada turish debmi atiladigan ko'chmanlarga qarab chiqadiganligini qo'g'dash kelishimnomasi aytgan edi. İchki bexatarlik ministrligi yozma bayonotida kelishim qarmog'ida Meksikada qilishga majburlanganlarning tartibi boshlandi. Hozir bu doirada panohliq tilagan 25 ming odam bor degan. Bu bosqichning 2-oyning 19-kuni boshlanganligi bayon qilingan bayonotda Wuhan virus yuqumi sababidan 6-oyda to'xtatilgan panohliq iltimosning qayta qo'zg'atilib, iltimos ishlarining to'g'ri ilib berilganligi bildirilgan.